Assalomu alaykum hurmatli YouTube do'stlar. Bizda mana yana qor boshladi, qor. Ajoyib manzara. Ishxonamizda qor paytidagi ko'rinishi mana. Ko'zni ham ochirmayapti. Ajoyib archalar. Like, podpiska esdan chiqmasin. Mana qarang. Mazza shu bolalarga mazza-da. 15-son bolalar musiqa va san'at maktabi qishki ko'rinishi. Ajoyib manzara. Qishligini qilgani yaxshi-da. Like, podpiska esdan chiqmasin. Qo'llaysiz degan umiddamiz. Oldindan rahmat. Mana ishxonamizda ko'rinishlari. Sizlar bilan baham ko'ray dedim. Mana. Bolalar mazza qilyapti. Baribir qish boshqacha-da. Qishligini qilsa. Kimda qanaqa qor yog'yapti? Kommentariyalarda yozishlaringizni so'rab qolamiz. Bostiramiz kommentariyani. Rahmat oldindan. Mana ajoyib. Sog'lik tilayman hammaga. Sog' bo'lsin hamma. Tepadan taqillatyapti. Mana ichkaridan oyog'ing tagida g'irchillab ezilishi boshqacha qorda. Mana shunaqa gaplar bizda. Kimda qanaqa? Kommentariyada yozsin. Jizzax viloyati Qo'llarol tumanidagi holat bu. Bugungi holat. Rahmat.